Uzun karta bo'yicha 3 ta eng ko'p berilayotgan muhim savollarga tezda javob berib o'taman. Uchinchisini har bitta uzun kartasi bor odam so'ragan bo'lsa kerak. Xo'p, birinchi savol, uzun kartadan haqiqatan foizsiz pul yechsa bo'ladimi deyishgan. Da, yechsa bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Uzun bank ilovadan 5 ta to'lovni amalga oshirgan bo'lishingiz kerak. Bu qanaqadir kommunal to'lov bo'lishi mumkin, shotingiga to'lashingiz mumkin yoki shunga o'xshagan to'lovlar. Ana undan keyin siz oyiga o'sha 10 milliongacha bo'lgan pulni foizsiz yechsangiz bo'ladi. Avvalo sizdan foiz olib qoladi, lekin 3 ish kunida ko'pincha 10 mingta ham qaytarib beradi. Ikkinchisi, uzun kartani qanaqa buyurtma qilaman deyishgan. Bu yoqda siz uzun bank ilovaga kirib, karta buyurtma qilish bo'limidan buyurtma qilsangiz bo'ladi. Keyin uzun topshiriq punktlaridan olasiz. Uchinchisi, eng ko'p berilayotgan savol, uzun kartaga pul tashib bo'lmayapti boshqa kartalardan degan savol bo'lgan. Undan oldin obuna tugmasini bosib qo'yinglar, sababi bank tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni to'liq sodda qilib yoritib boraman. Xo'p, bu savolga javob beradigan bo'lsak, birinchi navbatda bunga uzun bank ilovadan pul tashish oson bo'ladi. Boshqa ilovalardan pul tasha olmaysiz. Agarda siz boshqa bankdan kartangiz bo'ladigan bo'lsa ham, uzun bank ilovaga o'tkazib qo'yib bemalol tashlasangiz bo'ladi. Tanishingiz ham xuddi shunaqa. Boshqa bankdan kartasi bo'ladigan bo'lsa ham, uzun bank ilovaga o'tkazib qo'yib tashlasalar bo'ladi. Yana bitta yo'li bor, uzun bankomatlardan tashlaysiz, lekin uzun bankomatlari hamma joyda yo'q bo'lgani uchun uzun bank ilovadan tashlashingizni tavsiya qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar.